Assalomu alaykum barchaga do'stlar, sizlar bilan Daras Mo'minjonov YouTube kanali. Xo'sh do'stlar, bugun biz sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinida mana bu dunyo chempionlari, qahramonlari o'yinchilardan open pack qilamiz. Juda ham qiziqarli video bo'ladi va ko'rganlaringdek 23 mingtacha olmos va 20 tacha agentimiz bor. Hammasini olishga yetadi, bemalol, xotirjam. Va videoni umuman cho'zmasdan tezroq ochib tashlayman. Va birinchi agentimiz. Qani bosdik. Xo'sh, birinchidan chiqadimi? Yo'q, Ispaniyalik Ferran Torres. Ikkinchi agentimiz kim bo'lishi mumkin? 9.2% ekan bizda chiqishi. Yo'q. Chiqmaydiganini o'zi o'tkazib yuboraman, o'zi ajalib turadi. Qora o'yinchilarning chiqishi. Qora fonda o'sha boshqacharoq chiqadi. Umuman cho'zmasdan tezroq o'tkazib yuboraman buni ham. Barrios. Va 4-agent, 3-si ekan. Xo'sh. Kolumbiya. Va Luis Diaz chiqyapti bizga. Va hozir tushib qolish kerak birorta World Heroes. Va mana vatanini bilmayman anig'ini. Real Madridning afsonaviy darvozabonlaridan biri Keylor Navas 2014-yilgi Prime o'sha kartasi va super darvozabon Keylor Navas chiqyapti bizga, juda ham zo'r. 4-agentda chiqyapti bizga. 85lik reytingda. Va Navasni hozir o'zini o'rniga qo'yaveramiz. Va bizda keyingi agentlarimiz. Birinchi missiya bajarildi hozir. Aniq bitta o'yinchi oldik va yo'q, portugaliyalik Ruben Dias. 13 ta agent qolyapti. Bitta yana aniq chiqishi mumkin. Agentlarning o'zida va braziliyalik Joao Pedro. Xo'sh, yana 12 ta qolyapti agentlarimiz. Va yana argentinalik Lionel Messi chiqmoqda. Bu chiqishlardan o'zi bilinib qolyapti. Barselona va Argentinaning afsonasidan biri Lionel Messi. Ronaldoni ham olishimiz kerak bu videoda. Bu video bitta naqaga joylab bo'lmaydi, juda ham cho'zilib ketadi. Shuning uchun tez olyapman. Bu videoning ikkinchi qismi bo'ladi. Hozir birinchi qismida Ronaldo bilan Messini olsak, keyingi qismlarida hamma o'yinchilarni olib ko'rsataman sizlarga. Va 11 ta agent qolyapti hozircha. Va ketma-ket chiqmadi. Yan Oblak. Va 10 ta agent qolyapti. Juda ham omadli bo'lyapti. Xo'sh. Yo'q. Gravenberg. Liverpool o'yinchisi. 9 ta agent qolyapti. Va angliyalik Rogers. Xo'sh, tez ochaversak. Va yana kolumbiyalik, bu ham Real Madrid afsona o'yinchilaridan biri. Kolumbiyalik James Rodriguez chiqyapti. 85 reytinglik. Chiroyli aldab o'tishlar. Ball control 92 va yuzini qarang, birga bir o'xshashligini. James Rodriguez. Juda ham super video bo'lyapti. Va keyingi videolarimiz ham shunga o'xshab omadli bo'lsa yaxshi bo'ladi. Va 7 ta agent qolyapti ekan. Hozircha 8 ta agentdan 3 ta chiqdi. Juda ham yaxshi bu. Va internet sal qotyapti. Hali olmoslarimiz bor. Hammasini olishga yetadi xotirjam.
Hozir internetni yaxshilab olay. Hop. Sal tem tushib qoldi. Hozir chiqib kirganimga va tezroq ochib tashlayman. O'tkazib yuboraman. Barkalya. Fransiya hujumchisi sotib yuboramiz. Va keyingi agentimiz. Yo'q. Konate, yangi Real Madrid o'yinchisi. Va 5 ta agent qolyapti. 10 tadan hozircha 3 ta. Juda ham yaxshi ko'rsatkich bu. Va keyingi Cristiano Ronaldo. Portugaliyaning afsonasi, Portugaliyaning Al Nassr hujumchisi Cristiano Ronaldo chiqyapti bizga. Juda ham super. Bugungi videodagi missiya bajarildi, ya'ni birinchi o'rinda bittadan ko'p agent olish va ikkinchi shartimiz Ronaldo bilan Messini tarkibimizga qo'shib olish edi va missiyani bajardik. Videoni shu joyda to'xtatib turaman. Juda ham umuman cho'zilmasligi kerak video. Va hozir qolib ketgan 5 ta agent bilan mana bu 23 mingta olmosga shu video 100 ta like bo'lsa, keyingi videoning ikkinchi qismini chiqarib yuboraman. Sizlar bilan Dallas Mo'minjonov, sog' salomat bo'linglar.